Navoiy kon-metallurgiya kombinati haqida siz bilmagan faktlar. Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyati 1958-yilda tashkil topgan. Kombinatda oltin, kumush, qurilish materiallari va marmar mahsulotlari qazib olinadi. 5-kon boshqarmasi Zafarobod, Buxoro viloyatida bo'lgan. 1971-yilda uran qazib olish uchun tashkil etilgan. 1993-yildan boshlab kon-metallurgiya kombinati tarkibida faoliyat yuritib, uran yer ostida eritmaga o'tkazish usulida qazib olinadi. Navoiy kon-metallurgiya kombinatining 2-kon boshqarmasi uran rudalarini qazib olish va qayta ishlashga ixtisoslashgan muhim bo'linma. U 1958-yilda Markaziy Qizilqumda uran konlarining topilish munosabati bilan bunyod etilgan Uchquduq shahrida joylashgan. Navoiy mashina sozlik zavodi 1963-yilda kon uskunalarini ta'mirlash bazasi sifatida ochilgan bo'lib, hozirgi kunda yirik sanoat ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Navoiy kon-metallurgiya kombinatining zargarlik sexi 1979-yilda Zarafshon shahridagi GMZ-2 tarkibida barpo etilgan. Bu kombinat uchun nafaqat eng yuqori probali 4.9 oltin quyishmalarini ishlab chiqarish, balki qimmatbaho metallardan zargarlik buyumlari va boshqa mahsulotlarni tayyorlash imkoniyatini yaratdi. Navoiy kon-metallurgiya kombinati tarkibidagi Agama bo'linmasi Zarafshon shahrida joylashgan to'qimachilik trikotaj fabrikasi. Agama fabrikasi Navoiy kon-metallurgiya kombinatida ishlab chiqarish quvvatlarini diversifikatsiya qilish dasturi doirasida qo'shma korxona sifatida tashkil etilgan. 1994-yildan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qaroriga binoan Agama qo'shma korxonasi valyuta tushumining bir qismini davlatga majburiy sotishdan ozod etildi. Zarafshon qurilish boshqarmasi 1970-yilda Navoiy kon-metallurgiya kombinati tarkibida Qizilqum mintaqasidagi keng ko'lamli qurilishlarni ta'minlash maqsadida tashkil etilgan. Qizilqum fosforit majmuasi Navoiy kon-metallurgiya kombinati tomonidan 1998-yilda Navoiy viloyatining Kanemex tumanida barpo etilgan. Uning yaratilishidan maqsad O'zbekistonni mineral o'g'itlar ishlab chiqarish uchun o'z fosforit xomashyosi bilan ta'minlash edi. Bu ayniqsa Qozog'istondan fosforit yetkazib berish to'xtatilgandan so'ng dolzarb ahamiyat kasb etgan. Kombinat tashkil etilgandan buyon unda bor yo'g'i 3 ta direktor bo'lgan: Zarab Petrosich Zarapetyan, Nikolay Ivanovich Kucherskiy va 2008-yildan buyon Quvondiq Sanaqulovich Sanaqulov. Hoziroq sahifamizga obuna bo'ling. Tez orada ikkinchi qism kombinat hayoti haqida reels tayyorlaymiz.